Bunaqa uslubda qo'y boqmoqchi bo'lsangiz, albatta e'tibor bering. Ko'pchilik mendan so'rayapti, qachongacha oshirib borasiz yem berishni? Agar oxirida hech narsa qolmasa, keyingi oziqa berayotgan paytda biza oshirib boraveramiz. Agar oxirida keyingi oziqa beradigan paytda bir narsalar qolib ketadigan bo'lsa, oshirishni to'xtatamiz. 4 hafta oldin xabaringlar bo'lsa, biza bellashuv boshlagan. 12 ta qo'zi qo'chqorni 6 ta joylashtirib, 6 tasiga Samix kompaniyani yemlarini, 6 tasiga Husniddin chorvador yemlarini berib kelyapti. Ertalab 300 grammdan har bir boshiga va kechki payt 300 grammdan. Obedda beda berib, har hafta 100 grammga oshirib bordik. Hozir 4-hafta tugab, 5-hafta xudo xolisa boshlanyapti va har bir boshiga 700 grammdan yemlar beramiz. Ko'pchilik bizdan so'radi, har bittasini alohida ham tortmadinglarmi? Biz tortib yozib qo'yuvdik. Demak, 6-dekabr kuni mana shu 6 tasi birgalikda 294 kilo. Ikkinchi 6 talik qo'ylarimiz 282 kilo birgalikda bo'lib turib, har bittasini kilosi yozilgan. Alloh nasib qilsa 7-yanvar kuni birinchi raund tugaydi va bu qo'chqorlar hammasini tarozdan o'tkazamiz. Bugun har hafta oshirganimizdek, bugun ham har bir boshiga 100 grammdan yem berishni oshiramiz. Abdurov, kel bu yoqqa. O'tgan hafta 600 grammdan 3 kilo 600 6 tasiga berib keldik. Bu hafta 700 grammdan 6 tasiga 4 kilo 200 beramiz. Endi Husniddin chorvador yemlarini yeyotgan qo'zi qo'chqorlarimizga 3 kilo 600 dan 4 kilo 200 gacha oshiramiz. Har bir boshiga 700 grammdan. Doimo ochlik hissi yo'q bo'lish kerak emas. Agar ko'zi to'yib qolsa, yem berish befoyda bo'lib qoladi deb o'ylayman.